Bugungi video aynan nima haqida? Agar siz o'z sohangizda ancha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis bo'lsangiz va sizni atrofingizdagilar bu bilimni ulashing deb juda ko'p marotaba aytayotgan bo'lsa va kursingizni noldan qanday qilib boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz yoki kursingizni anchadan beri o'quvchilaringizga taqdim etayapsiz, ammo siz xohlagan natijaga deyarli barcha o'quvchilaringiz chiqmayapti va men ilmlarni berayapman-ku, nima uchun ko'pchilik natijaga chiqmayapti degan fikr, mulohazangiz va xulosangiz bo'layotgan bo'lsa yoki bo'lmasam pedagogik jihatdan men daromadga chiqishni judayam xohlayapman va o'z tajribamni, o'z metodik, kreativ fikrlarimni endi daromad bilan ishlatish niyatidaman degan fikrda bo'lsangiz, aynan sizlar uchun bu video maxsus ishlanayapti va bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilardim. Eng qizig'i, bu uchun ayrimlar men ta'limda emasman, pedagog emasman yoki bo'lmasam men bu sohada umuman nol, hali kurs qilganim yo'q deb turgan bo'lsangiz ham, ishoning, bu videodan keyin siz birinchi qadamni dadil qo'ya olasiz. Bu videoni ko'rish orqali siz yana bir yutuqqa erishishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz metodologik coach konsultatsiyani aynan mendan qabul qilib olishingiz va shu bilan bir qatorda meni 22-kitobim Samarali interaktiv metodlar 1.0 deb nomlangan kitobimni qabul qilib olish imkoniyatiga egasiz. Bu kitobda esa 20 ga yaqin hozirda judayam ko'p natija berayotgan interaktiv metodlar taqdim etilgan. Bugungi darsda biz sizlar bilan nimalar haqida gaplashamiz? Bugun siz bilan kursni noldan boshlashdagi eng muhim 5 ta qadamni bilib olasiz. Va ishoning, bu qadamlarni amalga oshiradigan bo'lsangiz, boya aytganimdek, siz anchadan beri o'ylab yurgan kurs qilmoqchiman, nimadan boshlashim kerak degan savolga javob olasiz. Shu bilan bir qatorda dars davomida ancha yildan beri kurs qilib kelayotgan ekspertlar esa kurslarni natijaviylikka olib chiqishdagi o'ziga xos bo'lgan 5 ta instrumentni qabul qilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va albatta, men ko'p yillik tajribaga ega ustozman, pedagogman, judayam kreativ, metodikaga boy insonman, lekin aynan shu ko'nikmammi, malakammi endi daromadga olib chiqish niyatidaman degan insonlar bo'lsa, uni qanday qilib daromadga olib chiqishni yo'llarini ko'rsataman. Bugun aynan meni nima uchun eshitishingiz kerak? Men Hidoyat va Dilafruz Abdugaffarovna 26 yillik pedagogik tajribaga ega, maktabdan tortib kollej, malaka oshirish institutlari va universitetlarda ta'lim tajribasiga ega bo'lgan ustoz. Shu bilan bir qatorda UNICEF xalqaro tashkilotining O'zbekistondagi bir qancha ta'limga oid bo'lgan loyihalarda qariyb 15 yildan buyon xalqaro trener sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Va albatta, shu kungacha ilmiy tadqiqot ishim yuzasidan pedagogika bo'yicha falsafa doktori, dotsentlikni qo'lga kiritish bilan bir qatorda shu yillar davomida ta'limdagi eng aktual mavzularda 22 ga yaqin kitoblar muallifi va 100 dan oshiq ilmiy maqolalar muallifiman. Shu bilan bir qatorda hozirda ta'limga oid bo'lgan 10 ga yaqin loyihalar muallifiman. Bunda hozirgacha 50 mingga yaqin ustozlarni nafaqat O'zbekiston, balkim Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi MDH davlatlaridagi juda ko'p ustozlarni malakasini oshirish va interaktiv ta'lim bilan qurollantirishga muvaffaq bo'ldim. Va metodolog sifatida esa B2B yo'nalishida hozirgacha Cambridge, Ixlos maktabi, Registon maktabi,
PDP maktabi shu kabi maktablar bilan hamkorlik qilgan holda 1 yillik loyihalarni amalga oshirib, ularni ustozlarini malakasini oshirishga muvaffaq bo'lib kelmoqdaman. B2C yo'nalishida esa Najot Nur, Nargiza Sattarova, Muxtasar Nazarova, Mavjuda Sharasulovna, Risolat Umidovna, Abdulloh Shayx, Noila Usmonova kabi bir qancha 20 ga yaqin ekspertlar bilan metodolog sifatida faoliyat ko'rsatdim. Va albatta hozirgacha ishlagan xalqaro yo'nalishlarimdan shu bilan bir qatorda Schiller va Brauf kompaniyalarini o'ziga xos mutaxassisliklarni ishlab chiqish borasidagi dasturlarini ishlab chiqqanman. Bugun esa sizlarga mana shu 26 yillik serqirra tajribalarim orqali yig'gan va natijaga erishilgan o'ziga xos bilimlarni ulashish niyatidaman. Bundan tashqari esa o'tgan yili mentorlik, shogirdlik, aynan metodologlik borasida shogirdlik kursimni tashkil etib, hozirda ularni faxrlana oladigan natijalarini ham aytib o'tishim mumkin. Bularni yo'nalishlari turli xil bo'ldi. Masalan, buxgalteriya yo'nalishida Davronbek hozirda o'zlarini maxsus shaxsiy kurslarini joriy qildilar. Yoki bo'lmasam Umriniso esa ular o'zlarini markazlari bor edi, ingliz tili, matematika o'rgatadigan. Mana shu kurs davomida markazdagi barcha o'qituvchilarni malakasini oshirish borasida juda ko'p treninglarni tashkil qildilar va uni natijaviylikka olib chiqish uchun harakatni amalga oshirdilar. Shu bilan bir qatorda hozirda vrach mutaxassisi bilan birgalikda metodolog sifatida faoliyatni boshlab, birinchi 20 million daromadlarini qo'lga kiritdilar. Yoki bo'lmasam kasb markazi ilmiy o'quv bo'limini boshlig'i Maryamxonga keladigan bo'lsak, bu jussasi kichkinagina bir qizalog'imiz hozirda aynan shu markazni metodologi sifatida faoliyat ko'rsatib, kurslarni deyarli barchasini transformatsiya qilib, natijaviylikka olib chiqadigan instrumentlar bilan boyitib, hozirda o'z natijalarini ko'tarishganini e'tirof etib bormoqdalar. Va ular ham o'zlarida hozir metodolog sifatida loyiha olganlarini aytib, yaqindagina meni quvontirdilar. Undan tashqari arab tili ustozlarimiz Gulnozaxon, Fathullohbek, bular hozirda metodolog prof kursni yakunlaganlaridan so'ng men uchun faxrlanib aytadi oladigan yo'nalish bu arab tilini o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlarini metodologik nuqtai nazardan ko'rib, tubdan dasturni o'zgartirdik, interaktivlik olib kirildi va albatta ular maqtana oladigan jihat mana shu darslariga workbooklarni interaktivlikni olib kirgan holda ishlab chiqishdi. Va ulardan yana sanaydigan bo'lsam, o'z qiymatiga ega bo'lgan Ixlos maktabi rahbari, Apko akademiyasi rahbari Mahsum opamni aytmasam bo'lmaydi. Ular esa hozirda maktabdagi malaka oshirish jarayonlari, qolaversa Apko akademiyasidagi darslardagi o'ziga xosliklarni ishlab chiqish va albatta o'z mentorlik kurslariga metodologik jihatdan yondoshib, natijaviylikka erishib kelayotganlarini aytishim mumkin. Gulnozaxon, Nigora, Oftoboy, ularni sanaydigan bo'lsam, barchalari hozirda menimcha videoni ko'rishsa, o'z natijalarini kommentariyalarda yozib qoldirishadi degan umiddaman. Keling endi darsni qaymog'iga, asosiy qismiga o'tadigan bo'lsak. Umuman olib qaraganda va'da berganimdek, darsimiz 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism bu ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis. Atrofdagi bu kabi mutaxassislarni o'tayotgan darslarini ko'rganlarida
mana bu yerda kamchiligi bor, mana bu yerda mana buni qo'shib ketsa ham bo'lardi, voy mana bu hozir ishlamayotgan texnika-ku, uni o'rniga mana bu texnikani berilsa joiz bo'lardi deb ichlaridan qirinda o'tadi, lekin qanday qilib bu ilmlarni tarqatsam ekan degan savolga hali ham javob ola olmayotgan ekspertlar, mutaxassislar bo'lsa, aynan sizlarga noldan qanday qilib kursni boshlashdagi muhim 5 ta qadamini hozir sanab o'tamiz. Shunday mutaxassislar hozir kuzatyapti meni, yaqinroq keling va barchasini daftaringizga yozib olishingizni tavsiya beraman. Va interaktivlik bo'lishi uchun keling kommentariyalarda, izoh qismlarida men aynan ana shu insonman, mutaxassisman va kurs qilishim kerak deganlar bo'lsa, izohlarda olovcha belgisini qoldirib ketsangiz, qancha bunday insonlar borligi biz uchun qiziq bo'ladi. Bo'lmasam keling unda boshlaymiz. Birinchi qadam. Bu raspakovka qadami deb nomlanadi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bilasizmi? Men gaplashgan juda ko'p mutaxassislar 5 yil, 10 yil, hatto 15 yildan buyon o'z sohasini yetuk mutaxassisi. Qolaversa, o'sha sohada juda katta natijalarga erishgan va ular bilan gaplashganingizda ularni odatda ko'pi o'zini yutuqlarini ko'pincha bilishmaydi. Va hoksor, oddiy inson kabi ular voy men hali qilgan ishim unchalik yetarli emas degan xulosa berishadi. Qizig'i shundaki, ularning atrofidagi insonlar yo'q unaqa emas, ishoning bular mana bu ishni bajarganlar deysa, u ishni hozir hech kim unchalik bajara olmaganini ko'raman deb. Raspakovka aynan mana shu nuqtada kerak bo'ladi. Raspakovkada men o'zi kimman, necha yildan buyon bu sohadaman va bu sohada erishgan yutuqlarim nimalardan iborat, ularni 10 tasi qaysi yutuqlar. Shu bilan bir qatorda bu jarayonda men boshqa mana shu yo'nalishdagi mutaxassislardan qaysi jihatim bilan kuchliman degan savollarga javob yozing. Odatda bu savolga javob yozish uchun men tavsiya qilardim, imkon bo'lsa hech kim xalaqit bermaydigan jimjit bir xonaga kirib, aynan shu videoni yoqib, mana shu savollarga to'xtalib, daftarni ochib, uni birma-bir yozib chiqing. Shunda siz nimalarga ega ekanligingiz va boshqa insonlarga nimalarni bera olishingiz, kuchli tomoningiz qayerda ekanligini bilib olasiz. Bu axborotni olganingizdan so'ng siz bu yerda nimani bera olishim mumkin, ya'ni men atrofimdagi insonlarga shu mutaxassislik yo'nalishida qilayotgan juda ko'p xatolarini, juda ko'p yiqilish, qoqilishlarini tuzata oladigan qiymatga ega qaysi axborotni bera olaman degan sizda aniq savollaringizga javob chiqadi. Mana shundan so'ng ko'pincha bu savolga javob berishganidan keyin men nimadir bera olarkanman, boshlasam bo'larkan degan to'xtamga kelishadi. Endi mana shu qadamni amalga oshirganingizdan so'ng yana raspakovka bo'yicha juda ham ko'p savollar bor. Agar qiziqsangiz, Google Joyga yoki ChatGPTga kirib, u yerda raspakovka savollarini eng oddiysini so'rab, ana shu savollarga ham javob berishingiz mumkin. Bu yerda sizni topayotgan daromadingiz, siz xohlayotgan daromad, kuniga necha soat ishlashni xohlaysiz, oilaga qancha vaqt ajratmoqchisiz, kuchli tomonlaringiz qanday va sizni atrofingizdagi insonlar sizni ko'pincha e'tirof etishganda qaysi detallarga e'tibor berishadi. Bularni barchasi detallar asosida savollarga singdirilgan va tavsiya qilardim uni yuklab olib javob berishingizni.
Keling endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadam esa bu qo'rquvni yengish. Aynan mana shu bosqichda juda ko'p ekspertlar ishonchim bor, bo'ldi beraman deydi-da, lekin qo'rquv stadiyasiga, bosqichiga o'tilganida ular orqaga chekinishadi. Afsuski bu chekinish odatda siz erishishingiz mumkin bo'lgan katta natijalarni qo'ldan boy berishingizga sabab bo'ladi. Va qo'rquvlar hozirda men kuzatuvlarim natijasida asosan 3 ta yo'nalishda bo'layapti ekspertlarda. Birinchi yo'nalish bu perfeksionizm, ya'ni hali tayyor emasman, hali 100% o'rganmadim, hali men to'laqonli bu narsani detalni bilmadim, hali bu bo'yicha kitoblar o'qishim kerak, balkim qaysidir kursda o'qishim kerakdir, endi yana boshqa kursda o'qishim kerakdir deb ular cho'zib borishadi va qachon zo'r bo'lsa shundagina dars beraman deb o'ylashadi. Lekin ishoning, siz boshlamaguningizcha u jarayonni zo'r qila olmaysiz. Hech narsa birinchi jarayonda zo'r bo'lmaydi, lekin u jarayonga kirishganingizdagina uni eng yuqori darajaga olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchi yo'ldagi qo'rquv esa bu qo'rquv ham ko'pchilikda bor. Balkim hozir aytsam siz ha men o'sha deyishingiz mumkin. Bu qo'rquv xato qilib qo'yishdan qo'rqish. Ya'ni men hozir dars o'tsam-da bu yerda noto'g'ri gapirib qo'ysam, men hozir dars o'tsam-da lekin qiymat bera olmasam, natijaga olib chiqa olmasam, yaxshi bo'lmasa, atrofimdagilar nima deyishadi? Endi sen qoluvding degan gapni aytishmaydimi? Yoki men hali hozir bergan ilmim o'sha darajada bo'larmikan? Kimdir noto'g'ri gapirib qo'ysa-chi, kimdir menga hate qilsa-chi, kimdir meni tanqid qilsa-chi kabi xato qilib qo'yishdan qo'rqadigan qo'rquv. Agar sizda ham bu jarayon bo'ladigan bo'lsa, menga xato qilmaydigan insonni ko'rsating. Bormi shunaqa inson atrofingizda? Har birimiz qaysidir jarayonga kirganimizda albatta xato qilganmiz. Masalan, kelin bo'lib tushganimizda to o'sha yerga ko'nikkunimizcha xato qilganmiz. Biron bir ishga kirganimizda to yaxshi professional mutaxassis bo'lgunimizcha xato qilganmiz. Yoki bo'lmasam kimgadir nimanidir yordam berayotganimizda bu jarayon birinchi jarayon bo'lsa, baribir xato qilamiz. Shuning uchun to bu jarayonga kirib bitta xato qilib ko'rmaguningizcha siz uni tuzata olasizmi, yo'qmi degan holat bor. Lekin bu yerda men sizga bir instrumentni berib ketaman. Agar shu qo'rquvingiz bo'lsa, bu instrumentdan foydalaning. Bu instrument quyidagicha hamma qo'rquvingizni, xato qilishdagi qo'rquvingizni yozib chiqing. Nimadan qo'rqayapsiz? Mana xato qilganingizda nima ro'y berishi mumkin? Hammasini yozib chiqing. Masalan, men xato qilsam, ota-onam jahli chiqadi. Men xato qilsam, o'quvchilarim menga tanqidiy fikr berishadi. Men xato qilsam, kursimni boshqa sota olmayman. Va mana shu tarzda hamma xato qilsangiz nima ro'y berishi mumkin? Shuni yozib chiqing. Yozib chiqqaningizdan so'ng, ana endi ikkinchi qism bo'ladi. Bu yerda, xo'p, shu xatoni qilsangiz, undan keyin nima bo'ladi? Ana shuni yozing, shunda yechim topasiz. Masalan, siz kurs qildingiz va kursingizda bir ikkita o'quvchilaringiz keldi-da, ustoz kursingizda men bu mavzuni menga yetarli bo'lmadi-da, yoki bo'lmasam men natijaga chiqishni xohlagan edim, lekin men bu qismida ozgina qiynaldim de, yoki kurs davomida men bu amaliy topshiriqni bergan edingiz, bajarishga qiynaldim de. Xo'p, agar bunday tanqidlarni eshitsangiz, sizda nima ro'y beradi? Menimchalik siz aynan o'sha tanqid qilingan mavzularni yana takomillashtirasiz. Yanada o'z ustingizda izlanasiz va bu kursingizni yanada qiymatini oshirasiz. Shuning uchun hech qachon siz mana shu qo'rquvlaringizdan birinchi o'rinda bu qo'rquv meni rivojlantiradi deb qarang va albatta bu qo'rquvingiz amalga oshsa nima ro'y beradi va u nimaga olib keladi degan savolga javobingiz bo'lsin. Va uchinchi ko'pchilikda bo'ladigan yana qo'rquv, qiziq bu qo'rquv.
Ishoning, bu ham ekspertlarda bizda hozir uchrayapti. Men zo'r bo'lib ketib qolsam, oyog'im yerdan uzilib ketadi degan qo'rquv. Ya'ni kibrga berilib ketib qolsamchi, atrofimdagilarni mensimay qo'ysamchi, kibrim paydo bo'lib qolsachi degan narsani juda ko'p eshityapman. Bu narsa insonni qadriyatiga bog'liq. Inson agar tabiatida kibr bo'lsa, u natijaga erishadimi, erishmaydimi, kibri o'zi bilan bo'ladi. Lekin qadriyatida kibr bo'lmagan inson u qanday natijaga erishishdan qat'iy nazar bu ko'nikmani o'ziga olib kirmaydi baribir. Shuning uchun tavsiyam 3-chi, agar qo'rquv ham sizda bo'ladigan bo'lsa, umid qilaman buni ham o'z qadriyatlaringizni tahlil qilib bitta ko'rib chiqasiz. 3-qadamga o'tdik. 3-qadam esa men o'zi bu kursni nima uchun qilmoqchiman degan savolga javob yozing. Nima o'zi maqsad? Mana shu kasbingizni rivojiga hissa qo'shishdir. Yoki bo'lmasam shu yo'nalishda ko'rayapsiz, atrofingizdagi mutaxassislar damma-dam xato qilishyapti va ichingiz achyapti. Nimaga bor-ku yo'li deyapsiz-u, uni kimgadir yetkazmoqchisiz, lekin qanday yetkazishni bilmayapsiz. Yoki bo'lmasam men bu kursni qiladigan bo'lsam, menga bu kurs barcha ilmimni ulashishimga imkoniyat beradi. Chunki Alloh sizga tajribangizni, ilmingizni yillar davomida sizga nasib qildi, berdimi? Endi uni jamiyatga ulashishimiz juda ham muhim. Va maqsad qo'yayotgan paytingizda men tavsiya qilgan bo'lardim, yana bir texnika yozib keting. Hozir ikkinchi yana bir texnika yozib qo'ying. Hozir bu navbatdagi ikkinchi texnikamiz. Bu texnikaning nomi 3, 5, 7 nimaga deb nomlangan texnika. Demak, maqsadni yozdingiz. Masalan, bu kursni nima uchun qilmoqchiman? Bu kasbni rivojlantirish uchun. Bu misolni beryapman. Siz esa hozir daftarni olib yozishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun bu kursni qilmoqchisiz? Yozing. Yozdingiz, ana endi o'zingizga savol bering. Bu menga nimaga kerak? Ketdi, uni ham javobini yozing. Masalan, bo'lishi mumkin bu sohani rivojlantirish va bu orqali jamiyatni rivojiga hissa qo'shish. Bu endi misol beryapman, sizda o'zingizniki chiqadi javobingiz. Ana endi ikkinchi yozgan javobingizga yana savol bering. Menga o'zi bu ikkinchi javobda berilgan maqsad nimaga kerak? Va xuddi shu tartibda yoki 3 ta savoldan keyin, yoki 5 ta savoldan keyin, yoki 7 ta savoldan keyin mo'jiza bo'ladi. Ya'ni bu mo'jiza nima deydigan bo'lsangiz, biz maqsad qo'yayotganimizda odatda fikrlashni oxiridan boshla degan bir qarash bor. Ya'ni bu yerda siz mana shu qo'ygan maqsadlaringiz eng oxiriga borganingizda, bilmayman, bu 85 yoshingiz bo'lishi mumkin. Bu hattoki 100 yoshingiz bo'lishi mumkin. Bilmadim. Lekin o'sha eng oxiriga borganingizda sizga xotirjamlik berib, bu qilgan ishim manfaatli bo'ldi. Jamiyatga, yurtga, xalqqa va albatta menga juda ham yordam berdi. Manfaatini ko'rayapman degan xotirjamlikni beradigan javob chiqqanida ana shunda to'xtatasiz. Kimlardadir bu javob 3 tadan keyin chiqadi. Kimlardadir bu javob 5 tadan so'ng chiqadi. Kimlardadir esa 7 tadan so'ng o'sha xotirjamlikni his qilasiz. Va bu maqsadingiz nima uchunligini yozganingizda odatda men ishlagan ekspertlar bo'ldi. Men harakatlanishim kerak ekan. Endi orqaga qaytmayman degan
to'xtamga aynan mana shu 3-qadamda kelishadi. 4-qadamga keldik. 4-qadam endi ancha tezlashadi. Chunki ahd qildingiz kurs qilishga, dars berishga, ilmni tarqatishga. Bunda endi keyingi qadamingiz bu ilm kimlarga kerak? Obyektni aniqlab olishingiz kerak va ularni aynan shu sohadagi og'riqlari nimada? Ularga qaysi ilmlar yetishmayapti? Qaysi ko'nikma, qaysi bilimlarni siz bera olasiz va qaysi muammolarni siz hal qilmoqchisiz? Aynan endi 4-qadamda siz ta'lim beradigan obyektlarni tahlil qilib olishingiz kerak. 5-qadam esa mana shu 3 va 4-qadamingizda aniqlab yozgan axborotlaringiz orqali 5-qadam paydo bo'ladi. Bu qadam esa kursni yo'l xaritasini ishlab chiqish. Bunda birinchi darsdan to oxirgi darsgacha siz o'quvchilaringizni mana shu qo'ymoqchi bo'lgan maqsadingizga erishtirish uchun qaysi yo'ldan olib borasiz va bu yo'lda siz ularga qaysi bilimlarni berasiz. Ana bular ketma-ket taxlaniladi va shu natijada siz darslaringizni ketma-ketligini tuzib olasiz va ular umumlashgan holda modullarni yozib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyin esa kursga start berasiz. Bu aynan mana shu darsimizni birinchi qismi edi. Birinchi qismda 0 dan kursni boshlash bo'yicha sizga 5 ta muhim qadamni ochiqladim. Keling endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ikkinchi qism bizda kursi bor, dars berayapti. Ancha yildan beri onlayn, offlayn tarzda darslarni tashkil qilyapti. Seminar, treninglarni tashkil qilayotgan spikerlarga. Bu spikerlarimiz hozirda O'zbekistonda borligiga shukr deyman. Ta'limni rivojiga ozmi, ko'pmi ta'sir ko'rsatishyapti o'z imkoniyatlari darajasida. Lekin juda ko'p spikerlar bilan gaplashganimda, Lafruzxon, bilasizmi, borimni beraman, so'g'atlab tinmay gapiraman, hamma ilmimni berishga maksimum harakat qilaman. Lekin barcha o'quvchim natijaga chiqmaganini ko'rsamchi, xafa bo'lib ketaman-de. Hamma kalitni ochdim-ku, hamma imkoniyatlarni ko'rsatdim-ku, hamma yo'llarni tushuntirdim-ku, nimaga chiqisha olmayapti degan qiynalayotgan savolim bor deb murojaat qilishadi. Va bunda ham biz ishlatishimiz kerak bo'lgan, natijaviylikka olib chiqish kerak bo'lgan, metodologik jihatdan juda ko'p ekspertlar xato qilayotgan o'ziga xos detallar bor. Keling ularni ko'rib chiqamiz. Bunda biz kuzatayotgan xatolar. Birinchi xato bu ta'lim hozirda har yili insonlarni diqqatini ushlab turish masalasida tadqiqotlar asosida onlayn va offlayn ta'limni vaqt me'yori belgilangan. 25-yili tadqiqotlar, o'sha 24-yil o'tkazilingan tadqiqotlar bo'yicha xulosa berilganida onlayn darslar 30-40 daqiqa ko'rilishi 60% dan ko'p bo'lgan edi. Afsuski, 25-yil o'tkazilingan tadqiqotlarga ko'ra onlayn darslarni endi 15-20 daqiqaga diqqatni ushlab turish darajasi tushib ketgani va hozirda onlayn darslarni tashkil qilayotgan spikerlar natijaga erishmoqchi bo'lsa 15-20 daqiqadan darslarni oshirishmasligi talab etilyapti. Afsuski, bunda hozir bizda juda ko'p spikerlar kamchilikka yo'l qo'yishyapti. Offlayn darslarda esa bitta akademik soat bor. Bu 1 soat va 20 daqiqadan 2 soatgacha. Va 2 soat agar o'tirilsa va 2 soat agar auditoriya olib o'tirilsa, unda o'rtada coffee break bo'lishi yoki tushlik bo'lishi talab etiladi. Ozgina pauza qilinishi kerak. Bu pauza 15-20 daqiqani minimum talab etadi. Ikkinchi detal esa nazariya berilayapti. Juda ko'p nazariyani beryapmiz va auditoriyani bo'ktirib qo'yish holati yuzaga kelyapti. Nazariyani esa belgilangan hajmi bor hozir berilishdagi. Ya'ni bitta darsda
3tadan oshiq nazariy axborot berilishi hozirda undan ko'pi auditoriyani bo'ktirib qo'yadi degan tadqiqot natijalari bor. Tasavvur qiling, 3ta yo'lni o'rgatdingiz, keyingisida esa bunga ta'sir ko'rsatadigan 8ta faktorni ko'rsatdingiz. Undan keyin esa mana shuni amalga oshirishdagi 2ta texnikani o'rgatdingiz. Bu 3ta nazariy axborot hisoblanadi va bitta tahlil qilib ko'ring, siz ta'lim tashkil qilgan darslaringizda nechta nazariy axborotni berib ketayapsiz. Nazariyani berishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Uni vizuallarga qanday berish kerak, audiolarga qanday berish kerak, kinestetiklarga qanday berish kerak. Bularni har birini aytib beradigan bo'lsam, hozir bizga 2-3 ta dars kerak bo'ladi. Lekin minimum mana shu tahlilni qilib ko'ring, sizda bu qay darajada. Ana endi 3-detalga o'tamiz. Juda ko'p ekspertlar qilayotgan xatolardan yana biri. Bu ekspertlar nazariy axborotni berayapti. Mana buni bunaqa turlari bor. Buni mana bunday amalga oshirish kerak deb. Lekin har bir nazariy axborotni o'z tajribalarida qanday o'tkazganliklarini amaliy case orqali berishlari shart. Nimaga? Bu birinchi o'rinda mana shu ustozga bo'lgan ishonchni paydo qiladi. Ikkinchi o'rinda bu ustoz faoliyat ko'rsatayotgan hududda aynan u ishlatgan instrument ishlashi tayin bo'ladi, ya'ni tajribadan o'tgan bo'ladi. Nima uchun men buni aytayapman? Shunaqa ekspertlarni ham ko'rdim, ularni ekspert deya olamanmi, yo'qmi bilmayman. Rossiyadan yoki Qozog'istondan kurs sotib olishdi va uni to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga o'girib, auditoriyaga olib kirib aytishyapti va u yerda aytilgan keyslar O'zbekiston hududiga umuman to'g'ri kelmaydigan keyslar. Lekin hatto keyslarni ham ko'chirib aytish holatlarini ko'ryapmiz. Vaholanki ekspertni ekspertligi nimada ko'rinadi? Aynan mana shu 3-elementda ko'rinadi. U o'zini hayotidan shuni o'tkazganida, masalan, men palonchi bilan ishlaganimda buni mana bunday qilib o'tkazganman. Mana bu loyihamda bu mana bu holatda bo'lgan va mana shu yerda yiqilganman. Shuning uchun ham men buni kelajakda bunday qilmaslikni o'rganganman va sizlarga ham tavsiya qilaman desa, mana bu ilm yuqumli bo'ladi. Shu bilan bir qatorda keling yana 4-muhim bir detalga o'taman. Bu detal ham natijaviylikka juda katta yordam beradigan detal. Har bir darsda nazariy axborot berayotganimizda uni qisman ichiga kirish uchun amaliy topshiriq berish shart. Chunki auditoriyada kinestetiklar bor. Ular bu axborotni o'zi formulasini yozib, jadvalda ishlab chiqib, yoki hisob kitobini qilib, yoki telefonni olib bunda o'sha instrumentlardan foydalanib ko'rganidan keyin, ha, bo'ldi, o'zlashtirdim deydi. Lekin afsuski, bizda hamma mavzularimiz ham amaliyot bilan bog'lanmayapti. Bir xil ekspertlar aytishi mumkin, qanaqa qilib bizda faqatgina nazariy axborot-ku. Lekin o'sha nazariy axborotni o'zlashtirish uchun ham juda ko'p instrumentlar, texnikalar bor va bularni olib kirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ha, aytgancha, siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga va'da bergan samarali interaktiv metodlar 1.0 kitobimda bunday instrumentlarni 20 tasi bor. Bemalol uni qo'lga kiritib darslaringizda foydalanishingiz mumkin. Yana bir juda ko'p ekspertlar qilayotgan xatolardan biri bu 5-instrument. Hamma mavzuga ham uyga vazifani yo'qligi yoki uyga vazifani qaysi biridir juda ham qiyin, qaysi biridir juda ham oson bo'lib ketganligi, me'yor to'g'ri ushlanmaganligi. Masalan, misol keltiraman, ayrim endi ismlarini aytmayman, bitta ekspertimiz uyga vazifada adashmasam yo 4 yo 5 darslarida uyga vazifa siz borib bitta ekspertni topib, o'sha ekspert bilan ishlaysiz degan fikrni berishgan. Vaholanki yoshi hali unaqa katta emas bu o'quvchini
va bu o'quvchi hali networking qilib, juda katta ekspertlar bilan hali tanish emas va uni imkoniyati borib ekspert topish imkoniyatiga ega emas. Bunday muammoli vaziyatga tushgan holat bo'ladigan bo'lsa, men tavsiyam ularni guruhga bo'lish juda ham zo'r bo'ladi. Masalan, 4 kishi bir bo'lib, bitta spikerni yoki bitta ekspertni topib, ana shu ekspert bilan raspakovka qiling va uyga vazifani berilayotgan hajmini ham bitta ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Juda ko'p ekspertlar uyga vazifani berishda xatoliklarga yo'l qo'yishyapti. Umid qilaman, hozir meni ko'rayotgan, dars berayotgan, natijaga erishgan ekspertlar bo'lsa, bugunoq borib jamoalardagi metodologga mana shu 5 ta jihat bizda bormi yo'qmi deb monitoring qilib olasiz degan umiddaman. Endi 3-qismga o'tamiz. Zamonaviy kasb, metodologiya kasbidan qanday qilib daromad topish mumkin? Keling, o'zimning keyslarimdan misollar keltiraman. Hozirda menda kamida 5 ta yo'nalishda loyiham bor. Metodolog sifatida. Birinchi yo'nalishim bu xususiy maktablarni bilan 1 yillik shartnoma tuzaman. 1 oyda 1 marotaba borib, o'qituvchilar uchun malaka oshirish trening seminarlarini tashkil etaman va bu 1 yil davomida 9 ta yoki 10 ta darsni tashkil qiladi. Bu loyiha hozir O'zbekiston hududida kamida 30-40 millionni tashkil qiladi. 1 yil davomida 9 ta 10 ta dars. Ikkinchi yo'nalish esa bu tet-na-tet spikerlar bilan, ekspertlar bilan ishlab, ularni kurslarini noldan yozib berishga yordam beraman. Ya'ni unikalligi qanday? Ularni butun o'zlaridagi tajribalarini mana shu kursga joylashga coaching orqali, savollar orqali sug'urib chiqarib olib, barchasini unikal o'zlarining bilimlariga asoslangan kursni yozishga yordam beraman. Bu ham o'rtacha 30-40 millionni tashkil etadi. Odatda bu loyihalar kamida 1,5-2 oyni oladi. Haftada 2 marotaba ko'rishganimizda. 3-chi yo'nalish esa bu o'qituvchilarni malakasini oshirish bo'yicha onlayn kurslarim bor. Bu bo'lishi mumkin. Samarali interaktiv metodlar 1.0, 2.0, lider ustoz klubim va hokazo. Bu orqali ham men 1 yilda 3-4 marotaba bu loyihaga start beraman va bundan ham o'ziga xos daromad qo'lga kiritishingiz mumkin. 4-chi yo'nalish esa siz metodolog sifatida faoliyatni amalga oshirganingizdan so'ng sizda ilmlar paydo bo'ladi va ishoning, barcha soha egalaridan to'g'ridan-to'g'ri ularning ilmlarini qabul qilib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Va eng muhimi yana 5-chisi esa bu networking. Siz ishlaydigan mutaxassislarni doirasiga, davrasiga kirish imkoniyati va bilasiz, sizning atrofingizda 2 ta qanday inson bo'lsa, siz o'sha insonning 3-chisiga aylanasiz degan tamoyil bor. Mana shunday ilm ahlini ichida yurishga muvaffaq bo'lasiz. Buni esa qiymati bebaho hisoblanadi. Agar kimda kim men mana shu zamonaviy kasbni qo'lga kiritish niyatidaman va albatta buni o'rganib, shu 5 ta muhim qiymatni qo'lga kiritmoqchiman deydiganlar bo'lsa, metodologiya kasbini o'rganishingizni tavsiya qilaman. Demak, bugun siz bilan xulosa qiladigan bo'lsak, dars davomida kursni anchadan beri boshlashni o'ylab yurgan insonlar uchun noldan kursni boshlashdagi eng muhim 5 ta qadamni ochiqladim. Qolaversa, kurs tashkil qilib kelayotgan spikerlar, lekin juda ham o'ziga xos qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yayotgan detallarni ko'rsatib berdim va albatta zamonaviy kasb bo'lgan metodologiya kasbining o'ziga xos qiymatini ko'rsatib berishga muvaffaq bo'ldim. Bugungi darsda o'ylaymanki, siz olgan ilmlar ozmi ko'pmi sizga yordam berdi va bu ilmlarni darhol siz jarayonga olib kiradigan bo'lsangiz, ishoning, ozmi ko'pmi yaxshigina natijaga erishasiz. Lekin meni bu savol qiziqtirdi. Men bu jarayonga
chuqurroq kirmoqchiman. Men agar spiker bo'ladigan bo'lsam, butkul ta'limni tashkil qilishdagi qonun qoidalarni va metodologiyani yaxshiroq bilmoqchiman. Sifatli kursni kelajakda ham tashkil qilaman va bu sohani baribir ichida bo'laman. Shuning uchun ham ta'limni tashkil qilishdagi qonun qoidalar menga muhim deydigan bo'lsangiz, unda aynan sizlar uchun metodologiya deb nomlangan mentorlik prof kursimni tashkil qilyapman. Agar siz ham mentorlik kursida o'qishni niyat qilgan bo'lsangiz hozir, yoki bo'lmasa men ham kursimni boshlamoqchiman, bo'ldi, boshlayman endi, bu men uchun signal, bitta hikmat deb belgilagan bo'lsangiz, yoki turli sohalarda sotuv, marketing, shaxsiy brend, hattoki ishlab chiqarishda tashkil etiladigan darslarni spiker, mutaxassis, ustoz sifatida tashkil qilmoqchiman va metodologiyani butkul o'rganmoqchiman deyotgan bo'lsangiz, yoki men metodologiya kasbini o'rganib, mana shunday qiymatdagi daromadga chiqish niyatidaman deyotgan bo'lsangiz, unda sizlarni bu mentorlik kursimga taklif qilaman. Agar bu mentorlik kursida o'qishni xohlayotgan bo'lsangiz, unda pastda berilgan havola link orqali ro'yxatdan o'ting va menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi, yoki bo'lmasam mana bu yerda chiqayotgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling va o'z joyingizni band qiling. Chunki bu mentorlik kursiga juda kam miqdordagi o'quvchilarni qabul qilamiz. Sizni aynan mana shu metodologiya mentorlik prof kursimda kutib qolaman. Birga uchrashish, ishlash va albatta networking, ilmlar bilan bo'lishishni Alloh nasib qilsin. Ko'rishguncha.